Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü liksimizi başlayımız. Bir gün keçip kaldık keçerenla. Turan efendi sizge rahmet. Fikir berip durun. Rahmet sizge Turan efendi. Bugünkü başlaydığan leksiyelerimizden umumi hemmisi digedek Tayvan doğrusu toxtalımız. Yakında Tayvan bilen Xitay o'rtasındagi munosabatlarda sel-pal o'zgarish bo'layotdi. Bunda aytganda Xitay hozir Jungo Tayvanga besim ishiltyapti. Hatto Torbetterda Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonimni taxtdan tushirish, istifa berishga zo'rlash degandek bir gaplarmi chiqdi. Bu unda o'ng'ay bo'lmasa kerak. Bu Jungocha gaplar hamda Jungocha gaplarni Jungocha sizlarga anlatib qo'ydik. Undan keyingi boshqa o'zgarishlar va bo'layotgan ishlar to'g'risida vatandaşlara bugün muşu doğruda Tayvan boğazının vaziyeti doğrusunda leksiya sözleyimiz. Mavzular bundak. Leksiyada size gacır olsun. Lidin koy. Jungo 92. yıldaki ortak tonuş deydiğen söz bilen Tayvan'ı popoza işletmesi lazım. Dedi mavzulu haber 10. ayının 5. günü Dovi Torbeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Tayvan'ın sabık prezidenti Li Denghui 4. günü yani 10. ayının 4. günü peshqadamda manziliga munbiriga yetib kelib Tayvan subyektini tiklashni, Tayvanning normal davlatlik o'rnini tiklashni tashabbus qildi. So'zladi, ta'kidladi. Li Denghui 92 yildagi o'rtaq to'nish masalasida to'xtalganda 1992 yili men Tayvanga prezident edim. Gerçi Jungo bilan Tayvan o'rtasida suhbat elib berilgan bo'lsa-mu, lekin o'rtada o'rtaq to'nish deydigan narsa yo'q edi. Bundaq narsa bo'lgan emas. Bugungi Jungo mushu so'z bilan Tayvanga besim ishlatmoqda. Li Denghui so'zlab shu yerga kelganda achchig'inib turib mundaq dedi. 92 yildagi o'rtaq to'nish deganlik bir masxara. 92 yildagi o'rtaq to'nish deganlik bir masxara. Shu vaqtda prezident bo'lib turgan Li Denghuining so'zi. Sobiq prezident Li Denghui ko'rsatma berib mundaq dedi. Mundaq ko'rsat. Hozir Tayvan ishlatayotgan asosiy qonun Jungocha qonun ramkasida tuzilgan asosiy qonundir. Tayvan'da bazı siyasi partiler bunu göher deb bildi. Bu yerda göher deb bildiğini Kuomintang partiyasi bo'lsa kerak. 2020 yılı prezident sayılımı ve kanun çıkarış a'zolarini saylash saylimi o'tkazilganda asosiy qonunni o'zgartirish, islahat elib berishni har qanday siyasi partiya chetga chiqara olmaydi yoki bundan har qanday siyasi partiya chetga qarab tura olmaydi. 2010 yılı Tayvan'ga prezident bo'lib saylangan Chen Shui-bian 2 qatam saylanish, yani 8 yıl mobaynidagi rahbarligida shu vaqtlarda Tayvan'da asosiy qonunni o'zgartirish va buning uchun Tayvan xalqi referendum umumiy xalq bilan tashlash harakatlarida boshlagan edi. Biroq shu vaqtga vaziyat Chen Shui-bian yo'l qo'ymagan edi. Endilikdagi bu harakat, yani 2020 yiliga surilgan bo'lsa, bu qaltis gap ekanda vatandosh. Ahiriga diqqat qiling. Bir necha 10 yildan beri Jungo 92 yildagi o'rtaq to'nish degan so'z bilan Tayvanning taraqqiyotini cheklab qolmasdan, yaqinda Tayvan keldigan sayohatchilarni cheklab 92 yildagi o'rtaq to'nish degan nimani e'tirof qilishga Tayvanni prezident Tsai Ing-wen xonimni qistamoqda. Li Denghui yana g'azab bilan shundoq dedi. Tayvan demak Tayvan, Jungo degan Jungo. Tayvan Jungo'ga mansub emas. Amerika'nın yuqori darajalik amaldori Tayvanni qo'lladi. Munosib bo'lmagan harbiy kuch bilan ozodlik armiyani to'sish kerak dedi mavzuli xabar. 10 ayning 5 kunidan Torbeti e'lon qilindi. Vaziyat shunday bo'layotganda Amerikaning yuqori darajalik amaldori nima dedi? Hozir Tayvan bilan Jungo'ning harbiy kuch selishtirmizda Tayvan pasportida turdi. Yoki Tayvanning harbiy kuchini Jungo'ning harbiy kuchiga selishtirib bo'lmaydi. Dal shundoq bo'lgan holatdami? Lekin ozodlik armiyaning Tayvan ozodlik armiyaning niyatini to'sish kerak va to'sa oladi deydi. Shangang Jungping agentligining xabariga asoslanganda Amerika 5 burchaklik binoning yuqori darajalik amaldori David Helvi
10 ayının 3. günü 2016 yıllık Amerika Tayvan Devlet Müdafiə Sanatı yığınının notu sözlegende Tayvan'dan özünü qoğdaş gücünü aşırış doğrusunda 4 türlük təklif bədi. Devlet müdafiəsi mənbələrini əlalaşdırış, devletni qoğdaşını əlalaşdırış, xillanğan qısımlarını əlalaşdırış, barabar bolmağan hər bir gücünü əlalaşdırış. Gerçi Tayvan bilen Cungo oturuski her bir kişide muazinat bozulgan bolsa mı, lekin Tayvan'ın her bir gücünü əlalaşdırış. Bu 4 türlük əlalaşdırışla Tayvan özüne qoğdaşını işgal sürüş gerekti. En ahırda bu əməldar mındaq görsetti. Amerika burayında Xırısqa doç gelse mi, Tayvan'ın bexatarligini kapaletki iyi kılış intayın mühimdir. Demek ahırda bu general bu əməldarı baş birceklik binanın əməldarı nime deydi? Amerika gerçi burayında Xırısqa doç gelse mi, lekin Tayvan'ın bexatarligini kapaletki iyi kılış zorur deydi.